maydonga tushib kelishmoqda. Diqqat. Bunyodkor mana bir necha yildirki muntazam ravishda yuqori darajada o'yin ko'rsatib kelyapti. Bir necha yildirki mana shu Chempionlar Ligasida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgandan beri hali bu musobaqada juda muvaffaqiyatsiz qatnashgani yo'q. Har doim guruhdan chiqqan, har doim qanday raqib bilan o'ynashidan qat'iy nazar, g'arbiy bo'ladimi, sharqiy bo'ladimi, Osiyo klublari Bunyodkorni jiddiy qabul qilishgan. Va eng katta syurpriz menimcha bugungi uchrashuvda bu Mirko Vucinic. Yevropaning bir paytlar, endi hozir ham, faqat hozir Yevropada o'ynayotgani yo'q. Yevropa klublari orasidagi eng kuchli hujumchilardan biri deb tan olinib kelingan Mirko Vucinic, Al Jazeera futbolchisi bugun o'yinda qatnashmaydi. Uning agar personal muxlislari bo'lsa bundan ranjishgandir, lekin Bunyodkor muxlislari bundan faqat xursand bo'lish kerak, chunki Mirko Vucinic Birlashgan Arab Amirliklari chempionati to'g'riroq hisoblanadi. Hozir esa jamoamiz o'zining birinchi yurishini amalga oshirdi deylik, hali hujum darajasiga yetib bormadi. Petroypa esa Germaniyaning hozir ajoyib imkoniyat yuzaga kelmoqda. Hozir aldab o'ta olmadi Sardor Rashidov, faqatgina darvozabon qolgan edi. Ammo bu darvozabon mukammal o'yin ko'rsatdi. Oldinga chiqishdi. Jarima maydonchasi tashqarisiga chiqib ketganiga qaramasdan o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q. Sardor Rashidov uning ustidan to'pni sekingina oshirib qo'ymoqchi edi. Bu safar ham havodagi kurashda Amirliklar futbolchilari ustun kelishyapti. Yana bir to'p uzatilishi sarosima yuzaga kelyapti. Ajoyib imkoniyat. Gol! Futbol! Vohid Shodiyev. Vohid Shodiyev uchrashuvda hisobni ochmoqda. 23-daqiqada qanday muhim gol. Qanday muhim gol. Mana jarima maydonchasida sarosima yuzaga keldi, takroran ko'ryapmiz. Ajoyib tarzda foydalandi Shodiyev. Bilasizmi hozir? Shodiyev gol sezish qobiliyatini namoyish etdi. Iloji boricha birinchi bo'limda g'alabani ushlab qolsak, ikkinchi bo'lim rejasi shunga qarab tuziladi. Ammo reja o'zgarmagani yaxshi. Akbar To'rayev yiqilib berdi-yu o'zi. Raqib yiqilib berdi-yu o'zi. Lekin bizga shunday tuyuldimi? Penalti. Sal oldingi ofsaydga o'xshash holatni ham keyinchalik iltimos qilardim agar keyinroq namoyish etilsa, ulgursak birinchi bo'limda. Bo'lmasam keyinroq. Penalti. Ali Mabhut. 1-1. Ali Mabhut hisobni tenglashtirdi. Linesman salgina menimcha vaziyatni ko'rmay qoldi shekilli. Biz vaziyatga to'xtalamiz. Golni takroran namoyish etishyapti. Shodiyev. Sato kim yordam beradi? O'zi jarima maydonchasiga kirib borib penalti. Sariq kartochka. Yo'g'e, Satogami? Shodiyevgami? Ali Rizo Fag'oniy butun birinchi taym uni maqtab o'tirgandi. Ochiqchasiga ushlab qoldi-yu qo'li bilan. Ibrohimovga ham kartochkami? Yana nechta kartochkasi bor? Balki butun jamoaga ko'rsatadi. Ali Rizo Fag'oniy. Mana hozir ko'ramiz. Mana ushladi-yu qo'li bilan, ushladi-yu. Mana qo'lini endi uzdi. To Sato yiqilmaguncha uzmadi qo'lini himoyachi. 4-hakam Hasan Akromiy. Hammasi Erondan. Shodiyev, Sato, katta tezlikda Sardor Rashidov oldiga bormoqda, darvozabon kechikdi. Zarba 2-1. Sardor Rashidov. Umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas bu vaziyatdagi harakati uchun. Mukammal to'p uzatilishi. Bu yerda Shodiyev ham yaxshi o'ynadi, lekin Minori Sato qanday ajoyib tarzda sezdi vaziyatni. Bitta harakatning o'zida cho'zib yubormasdan sezib, Sardorning tezligini bilib, to'pni yumshoq qilib tashlab berdi.
Oxirgi daqiqa, qadrli do'stlar. Bunyodkorni 1 daqiqa ajratib turibdi. Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichidan A guruhi. Rashidov bo'ldi. Vaqt tugadi, qadrli do'stlar. 3 daqiqa o'tib ketdi. Toshkentning Bunyodkor jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasida qatnashadi. A guruhidan joy oladi va yurtimiz sharafini himoya qiladi. Kimki ekran qarshisida bugun Bunyodkorni qo'llab-quvvatlab muxlislik qilgan bo'lsa, barchangizni tabriklaymiz. Bunyodkor jamoasiga esa qoyil qolish kerak. Bugun shuncha muxlis ko'z o'ngida yorqin o'yin ko'rsatib berishdi. Qanchadan qancha yulduzlarga ega bo'lgan va mana asabiylashayotgan Ali Mabhut hech kim bilan gaplashish niyati yo'q. Lekin tan olishi kerak, Ali Mabhut ham, uning sheriklari ham bugun Bunyodkor kuchliroq o'yin ko'rsatdi. Bugun Bunyodkor yorqinroq o'yin ko'rsatdi va ularga rahmat va ularni tabriklaymiz. Yaxshi kayfiyat bag'ishlab berishdi. Misol uchun klublar miqyosida jamoalarimiz qanchalik muvaffaqiyatli qatnashsa, bu terma jamoaga ham ijobiy ta'sir qiladi. Qancha ko'p klublarimiz Osiyo kuboklarida qatnashsa, bu shunchalik o'zbek futboli uchun yaxshi va biz bugun ajoyib g'alabaga guvoh bo'ldik. Reportaj avvalida aytib o'tdim. Bu o'ziga xos kichik final. Lekin bu aynan kichik final. Oldinda katta o'yinlar turibdi. Oldinda Al-Nasr, Lahviya, Peruziy klublari kutib turibdi. Va birinchi tur uchrashuvi 24-fevral kuni Al-Nasrga qarshi o'tkaziladigan bo'ldi. Barchangizni mana shu ajoyib g'alaba bilan yana bir bor tabriklayman. Bilasizmi, nima xursand qiladi? G'alaba o'z yo'liga. Bugun ajoyib o'yin ko'rdik jamoamiz ijrosida. Yuqori darajada o'ynashdi. Tan olaylik, qiyin vaziyatlar ko'p bo'ldi, ammo ruhiyat so'nmadi. Mana shunday hujumkor, o'ziga ishongan, tezkor futbol bizga kerak. Va jamoalarimizning Osiyo kuboklarida qatnashishi bizga zarur. Paxtakor, Lokomotiv, Bunyodkor Toshkent hamda Nasaf Qarshi. Ularga barchasiga yaqinda boshlanadigan musobaqada omad tilaymiz va bugungi reportajimizga yakun yasaymiz. Translyatsiya rejissyori Anvar O'rmon. Uchrashuvni Davron Fayziyev sharhlab bordi. Sportga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.